O'sha token qayerda saqlanadi? Ustoz uyga ketdan olaylik. Mo'minjon, kompyuterda nima qilasiz? Kodlar yozaman, loyihalar yarataman, botlar yarataman, veb-saytlar qilaman. Ha, yaxshi. Samojon, kun bo'yi kompyuterda o'tirsa zerikarli emasmi? Yo'q, zerikarli emas. Chunki men kompyuterimda o'tirganda har doim kod yozganim uchun kod yozish menga zerikarli tuyulmaydi. Navarot qiziqarli tuyuladi. Kompyuterda o'tirish zerikarli emas men uchun. Xo'p, bolalar, endi sizlarga dasturlash bo'yicha savol beraman. Xo'p, Python dasturlash tilida o'zgarmas ma'lumotlar turi nima? Tuple. Ha, yaxshi. Telegram hop. Fazliddin, Telegram bot va Pythondagi loyihangizda nima bog'lab turadi? Token bog'lab. Ha, yaxshi. Token qayerdan olinardi? Bot Fazliddin. Samojon, veb-saytda foydalanuvchi ro'yxatdan o'tayotgan paytda hamma ma'lumotlarni to'ldirib, keyin ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosadi, lekin chiqarilgan API orqali keyin so'rov yuboriladi. Ya'ni ma'lumotlar serverga saqlanishi uchun. Keyin backendcha get API orqali sizga token qaytarib beradi. O'sha token qayerda saqlanadi? Ustoz uyga ketdan olaylik.